Salom do'stlar, sizlar bilan Imina Fidelisi yangiliklar kanalida xush do'stlar. Bugungi videoroligimizda biz sizlar bilan Dream League Soccer 2026 o'yinida yana bir bor Open Pack videoroligini qilyapmiz. Xo'p, mana bu yerda 27 ta agent bor. Xudo xohlasa World Cup Heroes, ya'ni jahon chempionati qahramonlarini xudo xohlasa bugun tushirishga harakat qilamiz. Bir obunachimiz Perfecto degan nickname'lik, endi asl ismlarini nima bilmayman. Ana shu obunachimiz bizga mana shuncha agentlarni yig'ib, ya'ni olmosni qaranglar. 24 mingta olmos bor, lekin 10 mingtasini zaxiraga olib qo'yishimni so'radi, chunki keyinchalik ham Pavard, Paul Pogba, Martinez, yana shunga o'xshash futbolchilar kelishi kutilyapti. Enzo Fernandes o'shlarga zaxira qilib olib qo'yamiz dedi. Bo'ldi, gap yo'q dedim. Xudo xolasa bugun 27 ta agentni ochamiz, bu yerdan bir 14 mingta olmosni ishlatamiz va mana bu World Cup Heroes futbolchilarini ko'proq tushirishga harakat qilamiz. Xo'p, videolikni boshlasan, albatta videolikka like bosib, kanalga obuna bo'lib, qanday videolikni boshladik. Xo'sh do'stlar, Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Telegram kanalimizda juda ham yaxshi yangiliklar berib boryapmiz. Sezon pas aksiyalar, hamma narsa bo'lyapti. Короче, obuna bo'lib qo'yishni tavsiya qilaman. Ссылкасы описанияda hamda kommentariyada bo'ladi. Xo'p, birinchi raundda sezon pasdan ham bitta nimani olib olishimiz kerak. Xo'sh, kimga sezon pas ochish xizmatlari kerak bo'lsa, ishonchli, tezkor sezon pas ochish xizmatlari kerak bo'lsa, bemalol Telegram chatiga yorishingiz mumkin. Xudo xohlasa, ishonchli tarzda ochib beramiz. Bu yerda olmaymiz. Voy, ovozni ham balandib ketdi, aytib qo'ymaysizlar. Ovozni nima keltira olmasak, agent ochishda meni ovozim eshitilmay qoladi. Buni 0 qilamiz, buni 20 qilamiz. Bo'ldi, tayyor. Hop, olmosni tanlaymiz. Bu yerdan vrach. Hop. O'zi Belezdagi eng danatga arziydigan, o'sha danat qilsa arziydigan narsa bu sezon pas. Hammaga tavsiya qilamiz. Mana ko'ryapsizlar. O'zingizlarga bog'liqda sezon, mana ko'rib tursa, pastda yozib qo'ygan. Mana bu joyda Заберите награды по окончании сезона, ya'ni nagradalarni sezon tugagandan keyin olishingiz mumkin deyapti. Endi men aytmoqchi bo'lganim, o'zingizlar o'ynab ham ko'proq bonus qilishlar mumkin. O'zingizlarga bog'liq sezon pasini ochgandan keyin live onlayn o'yinlarni ko'proq o'ynasanglar, ko'proq bonusga ega bo'lasizlar. Xo'p, особый trener olamiz. Varatar trener yoki bu tangan topsa bo'lyapti, endi varatar trener hujumchi. Bu yerda agentni tanlaymiz, конечно. Xo'p. Mana bizda agent tayyor. Xohlasa qolganiga ana olmos bor ekan, o'sha olmosgacha borib qo'yaylik. Hop. Tak, va olmosga ham keldik. Xudo xohlasa videolikni boshladik. Qani bismillah deb boshlaymiz. To'g'risi ko'proq agentlar tushsin. 98% bo'lib turibdi. Xo'p, birinchi agent ketdi. Bismillah. Qani birinchisidan tushmadi menimcha. O'tkazib yuboramiz. Tushmadi. Hop, ikkinchi agent bo'ldi, joy to'libdi. Buni sotib yuboramiz tezdagina. Shipillab sotib yuboramiz. Hop. Keyingi agent Ispaniya. Menimcha bu ham tushmadi shekilli. Ya'ni Dani Carvajal tushyapti. Qanaqa yulduzlar. Shuni sotib yuboramizmi, majburmizmi? Boshqa zapasda yo'qmi? Futbolchilar. Futbolchilar ko'pligini qaranglar, dilisiga nima bo'lib ketyapti. Oldin bunaqa ko'p emas edi. Futbolchilar bitta akkauntda juda ham kam futbolchilar bo'lardi, eng kerakli futbolchilar bo'lardi. Portugaliya. Hop. Nuno Mendes bo'lsa kerak yoki Rafael Leao. Va bu Nuno Mendes menimcha tezliklarni ko'rib turibsizlar. Ha, bu Nuno Mendes hozirgi hamma vaqtdagi emas, hozirgi vaqtdagi qirol desak mubolag'a bo'lmaydi. Xo'p. Bizda hali ham 908% tushish ehtimoli bor agentdan. Shveysariya, ya'ni Zomer tushyapti. Shu sotish problemi bo'lyapti futbolchilarda. Endi shuna qilishga majburmiz, chunki ko'proq futbolchi tushishini xohlasak, mana shuna qilishimiz kerak. Xo'p. O'tgan safar omadsiz videorolik bo'ldi. 50 tadan ko'p agent ochib, 3 ta dona tushirdik xolos. Bu safar ham shunaqa bo'lsa kerak, chunki Lamin Yamal tushyapti. Gap yo'q. Yomon emas, Yamin debman. Lamin Yamal, короче, hozirgi vaqtdagi eng yosh zo'r futbolchilardan biri. Shaxsan o'yinini ko'rib odam maza qiladi. Italiya
Tonali tushyapti. Bunaqani o'tkazib yuboramiz. Chunki foyda yo'q uni ko'rganman. Lutcha tez-tez ochib tashlagan yaxshi. Xo'p. Yana 9 ta agent ochsak, bitta 100% tushar ekan futbolchi. Xo'sh. Kim bo'ldi endi? Kim bo'ldi bu do'stlar? Shunaqasi ham bo'lib turar ekan endi. Xo'p, endi sekin gaplashib nima qilsak ham bo'laveradi. Xo'p, o'zingizlarda nima gaplar do'stlar? Qanaqa kayfiyatinglar, qanaqa dilingizdan qanaqa rozisizlar? Kimlarni tushirdinglar, kimlarni tushirmadinglar? Markus Rashford tushyapti bizga. Xo'p, sog'liginglar yaxshimi? Ob-havo qanaqa? Bizda endi Toshkent issiq. Qisqasini aytganda Toshkent issiq. Endi pram issiq emas. To'xtanglar, Toshkent sovuq. Ancha yaxshi bo'lib qoldi havolar. Havolar zo'r. Xudoga shukr, salqin bo'lyapti. Kech payt mazza qilib uxlayapmiz. Unaqa konditsionerda yoqib uxlash ham shart emas. Bemalol Xudo xohlasa, 10% ga ko'tarildi. Agent ochishimiz va Portugaliya Ruben Dias tushyapti bizga. 11% bo'ladi. Qancha ko'p ochgan sari foiz ham ko'payar ekan do'stlar. Biz Carvajalni sotamiz endi. Majburman do'stim, men majburman seni sotishga. Hop. Qani Braziliya, Bremer tushyapti. Xo'p, yana nima gaplar do'stlar? Yana nima haqida gaplashsak bo'ladi? Ko'pchilik dilsa mod qilsa bo'ladi, bu savol berish mumkin. Yo'q do'stlar, mod qilmaydi. Keyin do'stlar, mana bu tangi olmosni ko'rasizlar, akkauntdagi qanaqa ko'pligini. Kimga mana shunaqa tangi olmos yig'ish xizmatlari kerak bo'lsa, bemalol Telegram kanalimga yozishingiz mumkin. Nima xizmat bo'lsa qilib beramiz. Tangi olmos yig'ishmi, donat qilishmi, hamma xizmatlar Xudo xohlasa bizda mavjud, bemalol yozaverasizlar. Hop, biz sotamiz endi Yanzonlarni. Keyingi agent, qani bismillah. Wow. Va bizga Leo Messi tushyapti do'stlar. Lionel Messi tushyapti. Goat desak ham bo'lmaydi. Ikkita goat bor. Biri Leo Messi, ikkinchisi esa bu Cristiano Ronaldo. Do'stlar, menimcha 15 tadan ochibmiz. Tezlikda tushirdik-ku. Yo 15-chisida tushirdikmi? Bay. Yuzlarni ham birga bir o'xshatib qo'yishgan, gap yo'q, mana desa. Gap so'z bo'lishi. O'tgan safar ham Messini tushirgandik. Hozir menimcha anaqa tushirdik. Onasini hamsam. 14 ta tushiribmiz. Chunki 28 ta agentimiz bor edi. 30 nom tashlagan taqdirimizda ham plus 2 qo'shsak 13 ta tushiribmiz. 13 tada bitta futbolchi tushiribmiz. Bu safar o'sha omad kelyapti do'stlar. Hop, keyingi agent 2 marta ketma-ket. Do'stlar, bunaqasi futbol tarixida bo'lmagan. 2 marta ketma-ket ikkita golni tushirganmizlar. Mana do'stlar sizlarga. Hech qanaqa montaj emas, masa qilib gaplashayotgan joyimizga tushyapti, to'g'rimi do'stlar? Wow, juda ham xursandman hozir. Bay. Ronaldo bilan Messini ketma-ket olyapmiz do'stlar, tasavvur qilyapsizlarmi? Hech kimda menimcha bunaqa bo'lmagan. Hech qaysi blogerda bunaqa bo'lmagan menimcha. Wow. Do'stlar, orzuyimizga yetdik. 34 yil. O'tgan safargi videorolik juda omadsiz bo'lgandi. Bu safargi videorolikda уже biz ikkita guatni tushirib qo'ydik. Gap yo'q. Buni bu yoqqa tushiramiz. Ikkinchi guat qanisan? Messi tog'o. Qanisiz brat? Brat joyizga tushingsiz. Wow, ikkalasini ketma-ket tushirdik do'stlar. O'zingga kel Sulton Muhammad, o'zingga kel. Aytgancha do'stlar, kimdir meni ismimni bilmasa, ismim Sulton Muhammad. Mana do'stlar bo'ldi. Qolganlar shart emas, to'g'rimi do'stlar? Videolikni sekin to'xtatib qo'ysak ham bo'laveradi. Xudo xohlasa 2 marta ketma-ket tushirib qo'ydik. Voy, onasini hamsan. 3-chisi tusharmikin? Yo'q, 3-chisi o'sha ko'pliklarda eshik ham maksimum 2 marta o'siradi, to'g'rimi do'stlar? Eshik ham 2 marta o'siradi maksimum. Vinicius Junior tushyapti o'ziga. Gap yo'q. Kimni sotamiz endi, do'stlar? Tonalini sotamiz kanishni. Hop, keyingi agent. Do'stlar, ikkita guatni ikkita agent ochib tushirib qo'ydik. Wow, bunaqa omad menimcha hech kimda bo'lmasa kerak do'stlar. O'zi bu akkauntni tag tugi omadli. Nimaga desanglar,
Bu akkauntda oldin biz yashil kartali futbolchilar kelgan payt open pack qilganmiz. Yamal 1, keyin 2, Dembele 3, Salah 4, Vitinha 5, Gabriel 6, Mendes 7. Mana shu akkauntda open pack qilganmiz, yashil futbolchilarni ochganmiz. O'sha paytda 7 ta futbolchi tushirganmiz. Menimcha 5 ta agent ochib 3 ta tushirib qo'ygandim men, esimda bor. Videolarni ko'rishingiz mumkin, YouTube kanalimizda bor. Hop, kimni sotamiz endi bu safar? Hop, Upamecano bor ekan, Barella, Mendes, Saliba, Vinicius. Katta ehtimol Upamecano sotilsa kerak. Yo'q, Upamecano kerak bo'lib qolishi mumkin. Barella. Hop, keyingi agent. Juda animatsiyalar tortyapti. Pedro. Hop, do'stlar, kayfiyatim zo'r. DLCdan mingdan ming roziman. DLCdan o'g'il bolaga mingdan ming roziman. Akkauntga Messi bilan Ronaldoni tushirib qo'ydik-ku, onasini yemsini. Bunaqa omad kimda bor, do'stlar? Bunaqa omad faqat DLC yangiliklar kanalida bor. O'tgan safar omad kelmadimi? Bu safar keladi. Do'stlar, orzungizga yetish uchun bitta videoga oldingizmi? Omad kelmadimi? Yaxshi narsalar tushira olmadingizmi? Ikkinchi videoga oling. Hammasi tushadi. Buni Iminov motivation deyshadi, do'stlar. Hop, do'stlar. Mazza qilyapman. Bunaqa videoni mazza qilmagandim. Ancha bo'ldi. Bunaqa mazza qilmay qo'yganimga. Yana 10 ta agentimiz bor. Hop. Fransiya tushyapti. Desire Doué tushyapti Bratishga. Hop, Gartishga. Hop. Kayfiyatim zo'r bo'lsa, men zo'r videolar olaman, do'stlar. Prosta ba'zi payt DLC asabim buzadi-mi? O'sha paytda sal videolar neto chiqib qolishi mumkin. Hop, bizga Doku tushyapti. Hop, buni ham sotib tashlaymiz, Dokuni ham. Douéni sotar ekanmiz hozir. Hop, yana 8 ta agentimiz bor. Voy. Hop, Sherki tushyapti bizga. Biz endi Dokuni sotamiz. Hop, next agent. Qani do'stlar? Hop, Kolumbiya emas, qanaqa Kolumbiya? Jinnimisam? Kolumbiya emas. Qaysi davlatda garchi do'stlar? Sherkini sotamiz. Hop, qani Denhausen tushyapti bizga. Zapasdan sotamiz shuni. Qarochi do'stlar, Iminovning omadi bilan o'ynashmaylar. Shunaqa Turkiya, Charxon o'g'li, Arda Güler va Yildiz. Menimcha Yildiz bo'lsa kerak. Oyoq kiyimini masini tushirib olganidan bildim. Xo'p, bizda tak. Xo'sh. Kim bu? Rahmoniy. Otangga rahmat ey. Dilasa. Shunaqa zo'r manlarga tushirib bersa bo'ladi. 2 marta agent ochdik. Ketma-ket tushyapti. Mayli ketma-ket tushishi. Ronaldo bilan Messi tushyapti do'stlar. Men hozir o'zimga qolyapman-da. Obbo meni. Do'stlar. Tak. Yana bitta. Menimcha anaqa futbolchi bu. Qora kartali. Va bu Kyle Walker bo'lishi ham mumkin, do'stlar. Katta ehtimol Kyle Walker. Chunki animatsiyalar shuni beryapti. Va biz 27 ta agent ochib yoki 26 ta 3 ta tushirib qo'ydik. O'tgan safar 50 ta ochib 3 ta tushirganmidik. Bu safar endi Iminovning omadi bilan o'ynashmaydi deyapman, do'stlar. Men shunaqa bir omadim kelsa yomon keladi. Meni bilgan biladi, do'stlar. Iminovning omadi kelsa bir kelsa yomon keladi, do'stlar. O'shuning uchun men bilan o'ynashmaydi. Hozir biz Kyle Walker Bratishkani ham asosiga tushirib qo'yamiz. Mana Ronaldoga penaltini beringlar, hatsabi. Kapitanni beringlar. Hop, shtrafni Messi tepaversin. Hop, yana 26 ta agent ochib, shuncha futbolchi tushirib qo'ydik, 3 ta futbolchi. O'shuncha aytaman do'stlar. Iminovni ayniqsa omadi bilan o'ynashmaydi. Men bir jahlim chiqsa yomon, nima desa bo'ladi. Anaqa bo'lib ketaman, kuchayib ketaman. O'shuning uchun maqtanyapti demaylar, do'stlar, maqtanishga arziydigan ishni qilib qo'ydim-da men hozir. To'g'rimi? 3 ta agent ochib qo'yib, tushirib qo'ydim. Gap yo'q. Obbo meni. Endi bu yo'g'iga o'zimni maqtaveraman, do'stlar. Shunaqa mana, xo'p.
Kim? Rafael Leao chiqdi. Sotishga kimimiz bor? Tak, hech kimimiz yo'q. Yo'q bor ekan. Leaodan reytingi past bo'lsa sotib yuboramiz. Ajak ekan u. Hop. Endi bu yog'iga olmoslarni ishlatamizmi? Ozroq ishlataylikchi, balkim James Rodriguez yoki De Bruyne tushirib qo'yarmiz. Nasib xudo xohlasa. Xorvatiya, Luka Modric. Shu Luka Modric ham jahon chempionatini yuta olmadi-da. Bechara. Hop. Qani. Ispaniya. Roger Zaban. Tak, bizda hali aniqlar ko'p do'stlar. Olmos ko'p. Hali yana bitta tushirishga harakat qilamiz. Va bu yerda nima bor? Yana 11 ta agent ochsak, bitta 100% tushadi. O'shuncha ochib qo'yaylikchi, 11 ta agent ochaylikchi. Xudo xolasa tushib qolsa, nasib Jude Bellingham. Jude Bellingham sota olmaymiz, kimni sotamiz? Do'stlar, kim bor bizda? Reytingi pastroq jiyan chalishlardan. Nuno Mendes bor ekan. Upamecano Barella mashtan sotib tashladi. Jude Bellinghamni sotadim odam. Hop. Qani? Yo'q. Tak. Xudo xolasa bugun 4 ta tushiramiz ekan. Endi kimligini bilmadim. 4-tinchisi yana 9 ta agent ochsak, xudo xolasa bitta tushiraylik, yana bitta tushirib videoni tugatsak ham bo'laveradi. Chunki olmosni yana keyingi keladigan mana shunaqa yulduzli futbolchilarga saqlab qo'yamiz. Hop, Marquinhos tushyapti. Marquinhosdan pullaymiz. Hop. Keyingi agent yana ana qora tap tushyapti menimcha. Bo'lma tushyapti-ku. Bay do'stlar. Iminov omadini o'ylashmanglar. O'sha gap. Hop, Portugaliya, Trincao. Xo'sh. Voy, ana deb o'yladim. Bu tushyapti deb o'yladim, to'g'risi. Hop, bizda yana 5 ta agent ochamiz va bitta futbolchi 100% tushadi. Qora kartali futbolchi. Endi kimdir Ronaldo'ni ham Messini ham oldi. Kimdir sal sekinroq oldi. Kimdir sal tezroq oldi. Omadga bog'landi bo'lsa. O'tgan safargi akkauntda to'g'risi Perishicni tushirdim. Kyle Walkerni tushirdim. Keyin adashmasam kimni tushirdim yana? Kimni tushirdim? Messini tushirdim aytgancha. Bruno Fernandes bizga tushyapti. Endi biz boyga Upamecano sotamiz. Upamecano. Modric bor ekan bu yerda. Modricni sotish yaxshi emas do'stlar, yaxshilikka olib kelmaydi. Modric tushdi, omad keldi desa ham bo'ladi. Xo'p, Portugaliya yana Bernardo Silva Real Madrid. Here we go, he is coming. Короче, Bernardo Silva Real Madridga o'tdi. Keyingi mavsumda Real Madridda faoliyat yuritadi. Xo'p. Angliya easy tushyapti. Bizga nechta agent qoldi? Yana bitta agentdan keyin bizga значит 100% tushadi. Zaryadga mana 10% qoldi. Video rolik mana soat 11 da olinyapti do'stlar. Hop, bitta rasmga olamiz mana shu joyni. Hop, endi easyni sotamiz va kim tushishini ko'ramiz do'stlar. 100% kimdir tushadi. 100 talik xudo xolasa. Kim ekan? Yana bitta ekranga qaramayman. O'tgan safar ekranga qaramaganda Messi tushgandi. Bu safar ham ekranga qaramay turaman telefonga. Balkim Kevin De Bruyne tushar. Katta ehtimol Kevin De Bruyne tushishini xohlayman. Bismillah, ham ketdik. Men hozir ekranga qaramayapman. Primерно 10 gacha sanab turib keyin ochamiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Perishich tushgan bo'lsa kerak deb o'ylayapman, lekin ichimdan De Bruyne xohlayapman. Qani bismillah, ketdik. Hop, 10-raqamda olibdi. Voy, kim bo'ldi bu? Davlatidan sira tanigan bo'lsanglar kerak. Wow, James Rodriguez tushyapti. Bay. Yana 9000 ta agent. Unga nechta 15 ta ocha olamizmi? Agar ocha olsak, yana ochib bitta futbolchi tushirmoqchiman-da men, chunki Messi, Ronaldo, James Rodriguez, Kyle Walkerni tushirdik. De Bruyne'ni tushirishimiz kerak-da do'stlar, chunki akkauntga De Bruyne kerak. 9000 tani bo'lamiz, nechaga bo'lish kerak mana bu yerdan? Hozir kalkulyatorga kirib bo'lamiz. Qani
367 bo'lamiz. 9922. Hop, kalkulyatorga kiramiz. 9922 bo'lamiz 367. Nechta ocha olar ekanmiz? Shunda 27 ta agent ocha olamizmi yana? Ha, do'stlar. Ya'ni 27 ta agent ocha olar ekanmiz. Bu degani yana ikkita futbolchi tushirib qo'yishimiz mumkin. Onasini ham go, yana 15 ta ochamiz. Nasib tushirib qo'ysak, xudo xohlasa, tushirib qo'yarmiz. Tez-tez ochib tashlayman do'stlar, faqat bu safargilarini. Balkim 15 ta emas, tezda tushib qolar balkim. Endi nasib bu yo'q. Videoning sal cho'zilib ketgan bo'lishi mumkin. Bunaqa qilmaysizlar do'stlar. Shu meni yana bitta tushiraylik. De Bruyne'ni men juda xohlayapman-da, De Bruyne tushishni. O'zi videolarga yetadi shularning o'zi. Lekin men yana xohlayapman-da. Aytadigan inson to'ymaydi bitta narsaga. Masalan, mashinasi Cobalt bo'lsa, keyin Lacetti bo'lishni xohlaydi. Keyin sekin Malibu, keyin sekin BMW ko'tarib tahoya shunaqa bo'lib ketaveradi. O'shuning uchun aytadi inson to'ymaydi narsaga. Hop. Barsi. Tak. Hop. Zeklan Rice'ni ana qila olmaymiz. Rice'ni sota olmaymiz. Kim bor bu yoqda? Modric bor ekan. Voy, Modric sota olmayman-ku. Modric omad keltiryapti-deng. Meni kechir. Seni sotmasam bo'lmaydi. Hop, Vitinha. Voy. Juda ham zo'r futbolchilar tushyapti aka, e'tibor bergan bo'lsanglar. Endi kimni sotamiz? Savol. Rice'ni sotaveramiz, chunki Rice hali oshadi reytingda. Endi internet qo'yapti va qora kartalik. Bo'ldi do'stlar. Men omadim bilan o'ynashmaydi do'stlar. Men shunaqa bitta jahlim chiqsa, o'yindan chapdan beraman, chidolmay qolasizlar do'stlar. Va biz De Bruyne tushi tilima mana nima qilyapti? Kevin De Bruyne. Oh, Kevin De Bruyne. Oh, Kevin De Bruyne. Ha. Tun turun tun tun tun. Tun turun tun tun tun. Tun ron turun tun tun tun. Ha. Do'stlar, bunaqa ko'p ham ochib o'tirmadi. Yana bitta futbolchiga ulguramiz, lekin o'sha kerak emas. Shularni o'zi yetadi do'stlar. Bo'ldi. Men roziman dilisidan. Mingdan ming roziman. Puli ko'paysin dilisidan. Meni ham pulim ko'paysin. Hammamiz pulimiz ko'paysin do'stlar. Bo'ldi do'stlar. Voy. Bo'ldi do'stlar. Menga shu yetadi. Yana kimni tushirdik? Hammasi Rodriguez tushirdik. Jiyan chalish tushirib qo'ydik safga mana. Onasini ham. Bo'ldi mana. Bu yoqqa Nuno Mendes tushiramiz. Vitinhani tushiramiz. Dembeleni tushiramiz. Yamal ham bor-da, adashmasam. Yamal tushiramiz. Yana kimlar bor? Tushiramiz do'stlar. Dilasa shunaqa bo'lyapti endi. Har bitta futbolchi juda ham ko'p. Husanovni tushiramiz. Mana do'stlar. Men bilan o'ynashmaydi. Xullas, juda ham kayfiyatimni zo'r ko'tarib oldim men. Xudo xolisa mana videolardan yana ko'paysin deganda bo'lsa, videoga like bosib paylaşib qilib turasizlar. Xudo xolisa videolik bugun adashmasam 7-iyulni olinyapti. 3 kundan keyin chiqarishim mumkin, balkim ertaga ham chiqaraman. Nasib tezroq chiqarishga harakat qilaman. Xo'sh, videolik mana shu narsalardan iborat edi. Biz tushirdik futbolchilarni, harakat qildik. Va bizda 17 mingta tanga ham olmasam osh qoldi. Endi uni saqlab qo'ydik keyingi videolarda. Videolar sizga yoqdimi? Menga juda ham yoqdi. Albatta, mana shuncha omad uchun, mana shu Messi, Ronaldo, De Bruyne, mana shular uchun albatta like bosib obuna bo'lib qo'yinglar do'stlar. 100 mingta bo'lishimizga juda ham oz qoldi. Bir qadam qoldi, shu qadamni bosishga yordam beringlar. Men esa bor kuchim bilan harakat qilib, yaxshi kontentlar, yaxshi videolar olishga harakat qilyapman do'stlar. Xudo xohlasa bundan ham ko'paysin videolar deganlar bo'lsa, like bosib obuna bo'linglar. Xo'p, sizlar bilan har doimgidek Imina Federatsiya yangiliklar ekanini bo'ldi. Hammangizga xayr, sog', salomat bo'linglar do'stlar.